Bugungi videoda qondagi doimiy monitoring glyukoza uskunasi haqida gaplashamiz. Bu uskunalar hozirda yurtimizda keng tarqala boshlandi. Bu uskunalarni asosan qandli diabet bilan kasallanganlar, ortiqcha vazni borlar yoki sport bilan shug'ullanadigan odamlar ko'pincha ishlatishadi. Bu uskunani asosiy qismi 3 qismdan iborat. Bu sensordan, ikkinchisi transmitter va uchinchisi qabul qiluvchi datchik yoki smartfon ishlatiladi. Bu uskunalarni o'rnatiladigan joylari asosan teri osti yog' qavati hisoblanadi, ya'ni yelka muskulining orqa tomoni, son qismining yuqori qismi hamda kindik atrofiga teri osti yog' qavatiga o'rnatilishi mumkin. Bu uskunalardan afzalliklaridan biri asosiy vazifasi qondagi qand miqdorini uzluksiz o'lchab turish. Boyaga aytganimizdek 3 qismdan iborat. Birinchisi sensor. Bu sensor qismi qondan emas, hujayralararo suyuqlikdan qondagi qand miqdorini o'lchaydi va bu qand miqdori sifrasini esa peredatchikka, ya'ni transmitterga yuboradi. Transmitter esa uni olib, bizga qulay bo'lish uchun smartfonga Bluetooth orqali yuboradi va biz buni ekranimizda qo'ldagi oddiy smartfonda qondagi qand miqdorini ko'rishimiz mumkin. Va bu uskunaning asosiy afzalliklari bir nechta. Birinchi bor aytiladigan bu xavfsizlik hisobiga ishlatilishi, ya'ni qandli diabetlarda ko'p uchraydigan yoki insulin qabul qiladigan ikkinchi tip diabetiklarda qand miqdorlarini tushib ketishi xavfini oldini olishda ishlatishi. Bu apparatni o'zining maxsus uskunalari bor va shu sozlamalar orqali ma'lum bir qand miqdori pasayganda maxsus vibrasignal yoki ovozli signal berish orqali patsientni xabardor qilishi. Ikkinchisi bu qand miqdorini o'zgarish dinamikasi. Ya'ni sutka davomida tushishi, ko'tarilishi va maxsus selavoy zonasida yurishini ko'rsatib beradi. Bu apparatlardan uchinchi ya'ni afzalligi bu birinchi tip diabet yoki ikkinchi tip diabet bo'lishidan qat'iy nazar qaysi yeyotgan ovqat mahsulotlari qand miqdorini qanchaga ko'tarilishi yoki tushirishi haqida ma'lumot olishi mumkin. Doimiy glyukoza monitoring uskunalarini albatta har doim, ya'ni glyukometrlar bilan birgalikda olib borish kerak, kuzatish orqali, ya'ni sinxronizatsiya qilish kerak va solishtirish kerak. Albatta glyukometrni bu yerda plyusi ham bor, ya'ni u real vaqt davomida bizning kapillyar qonimizdagi qand miqdorini ko'rsatib berishi bor. Bu uskunalar esa yuqorida aytilganidek qondan emas, hujayralararo suyuqlikdan o'lchaydi. Qondan hujayralararo suyuqlikka o'tgungacha qand miqdori ma'lum bir vaqt kerak. Bu o'rtacha 15 minutdan 25 minutgacha vaqt olishi bor. Shuning uchun bu apparatlar, uskunalar bilan o'lchanganda qand miqdori 20 minut, 15 minut vaqt oralig'idan keyin o'zini ya'ni dinamikasini kuzatadi. Ya'ni qandiz yuqoriga ketadimi yoki pastga ketadimi, bu shuni kuzatib berishi bor. Eng muhimi buni 24 soat qilishi. O'lchash soati esa har 3 minutda transmitter, ya'ni o'sha sensorimiz bizning smartfonimizga shu sifrani yuboradi va biz shu haqida ma'lumot olamiz. Va ushbu uskunalarni savollar bo'lishi mumkin, faqat diabetiklarga qo'llanishi mumkinmi degan. Albatta bu uskunalarni keng miqdorda barcha odam qo'llasa bo'ladi. Ya'ni bular birinchi o'rinda albatta diabetiklar, birinchi, ikkinchi tip diabetiklar, beremenniy homilador bo'lgan qandli diabet bilan kasallangan ayollar, bolalar hamda bo'ladi. Albatta sportchilarga yoki sog'lom odam o'zini qand miqdorini, ya'ni uglevod almashinuvini bilmoqchi bo'lsa, kun davomida qand miqdori qanday o'zgarayotganini va qaysi mahsulotlar qancha miqdorga ko'tarayotganini bilish uchun albatta bularni tavsiya beramiz. Hozirda ushbu uskunalarni bizning klinikamizda maxsus endokrinologiya check-up dasturlarimizga kiritganmiz va bemorlarimizga o'zimiz o'rnatib beramiz. Bu bemorlar faqat qandli diabet bilan emas, ya'ni o'zlarining sog'ligi uchun muntazam ravishda tekshiruvdan o'tib turayotgan odamlar. Bular sportchilar bo'lishi mumkin yoki tana vaznini tashlamoqchi bo'lganlar yoki oddiy qilib aytganda qondagi uglevod ommerini ko'rish va nazorat qilishni istagan odamlarga bemalol qo'yib beradi. Ushbu uskunalarning albatta yuqorida aytilgan afzalliklaridan qat'iy nazar muntazam qon tahlillari hamda shifokorlar ko'rigi bo'lib turishi kerak. Sababi bu tekshiruvlar asosiy maqsad
bizada kasalliklarni profilaktika qilish, ya'ni oldini olish hamda davolanishni yengillashtirish. Agar sizda ushbu doimiy glyukoza monitoring uskunasi haqida savollaringiz bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat eting va biz sizga yordam beramiz.